أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي في عصرنا الحاضر So'nggi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda diniy mavzuda fatvo berish holatlari ko'p uchramoqda. Ma'lumotlar oqimi ortgani sayin diniy sohaga oid xabarlar keng tarqaladigan bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoqda faoliyat yuritayotgan ba'zi kimsalar dunyoning istalgan chekkasida turib, turli masalalarda fatvolar bermoqdalar. Ularning kuzatuvchilari esa o'sha fatvolarga izohlar yozib, boshqalar bilan bahs-munozaralarga kirishmoqdalar. Internetda xohlagan narsalarini yozib tarqatmoqdalar. Bu esa diniy sohaga oid ma'lumotlar internet maydonida faol tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Har bir mutaxassis o'zining ilm salohiyati, imkoniyatidan kelib chiqqan holda diniy masalalarga munosabat bildirmoqda. Aslini olganda diniy masalada fatvo berish o'z ishining mutaxassisidan chuqur izlanishlar va ilmiy tadqiqotlarni talab qiladi. Ma'lum bir me'yor va qonun-qoida asosida olib borilmagan har qanday ishning ortidan salbiy natijalar kelib chiqishi hech gap emas. Ba'zan diniy mavzudagi fatvoni boshqalarga tarqatish yaxshilikka sabab bo'lishi yoki yomonlikni ketkazishi mumkin. Ammo bir fatvoni noto'g'ri anglab, o'zgalarni ham unga amal qilishga chaqirish asnosida turli tushunmovchiliklar kelib chiqishi mumkin. Demak, mazkur jarayon naqadar ahamiyatli va nozik ekanini anglatadi. Shuning uchun ulamolar fatvo berish tartib-qoidalariga oid bir qancha talablarni belgilab berganlar. Ahli sunna ulamolari ana shu talablarga rioya qilgan holda fatvo berganlar.